O'rtaga bos. Bosildi. Assalomu alaykum. Mana childirmalarimiz. Doira. Bu childirma. Idish tovoqlar, piyolalar. Mana piyolalar bular. Komplektlar. Mana mamtigi kosalarni ko'ringlar. Mana mamtigi choynaklarni ko'ringlar. Mana atlas stakanlarni ko'ring mana. Mamani chiroyligini ko'ringlar mana. Mana pushkani ko'ringlar. Sizlarni anaqalarga e'tiboringlarga olmoqchiman. Mana bu idish tovoqlarni ko'ringlar, chiroyligini. Mana mamani ko'ringlar. Qatta bor, Toshkentda bor bunaqa narsalar. Kim qiladi? Faqat Toshkent qiladi. Hech kim bizga yeta olmaydi. Hech kim yeta olmaydi bizga. O'zbekistonda. Faqat O'zbekiston Toshkentda qilishi mumkin bunaqa chiroyli narsalarni. Mana qo'l ishi. Qo'lda qilingan, surishni. Ana, hammasi qo'lda qilingan ekan. Gapiradigan gapingiz bormi? Xalqqa tushuntirishga. Xo'sh. Endi mana magazinning ichiga kirib kelamiz. Mana yana komplektlar bor, qarang. Mana. Mana dahshatligini qaranglar. Mana qo'lda yasalgan vazichkalar ko'ring. Vazichkalar mana ko'ringlar. Assalomu alaykum. Ana. Vazichkalarni ko'ringlar. Mana mamani ko'ringlar. Ha? Mana shularni sizlarga ko'rsatmoqchi bo'ldim. Mana mamani ko'ringlar mana. Mana. Bu ham qo'lda yasalgan. Shunaqa. Qo'lda chizilgan, polniy ruchnoy bilan hammasi. Bu betdagilar loydan bo'lgan. Polniy ruchnoy ekan. Mana vazichkani ko'ringlar, bular bu vazichka ham ruchnoy ekan. Endi orqaga o'tdi. Mana endi mantiqqa kelamiz. Mana mamlarni ko'ringlar. Hammasi bu ham ruchnoymi hammasi? Hammasi qo'l ishi, sopoldan. Mana bular shapkalar. Assalomu alaykum. Mana